Assalomu alaykum. Meni kuzatadigan podpishchilarim, bugun biz sizlar bilan jelatinsiz, oyoqsiz xolodez qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Xolodez 10-12 soat qaynatiladi. Biz qaynab bo'lgandan keyin olamiz, go'shtlarni kesib olish uchun. Endi pishgan go'shtlarni kesib olamiz. Go'shtlar to'g'ri bo'lib, yana uni qozonga solamizda 10-15 minut qaynatamiz. Xolodezimiz tayyor bo'ldi. Endi ularni piyolalarga suzib olamiz. Xolodezlarimizni suzib bo'ldik. Endi ularni 2-3 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Endi xolodezlarimiz qot bo'lganidan keyin ularni yeb ko'ramiz.